Hammaga salom, sizlar bilan Shahar o'rtoqli. Dekabrni qarshilab oldik va yangi yil vaybida bugun sizlar bilan davom etamiz, xudo xohlasa. Bugungi videomizda juda ham ko'pchilik obunachilarim so'raganda, aka iPhone 11 Pro bilan 12 Pro ni solishtirib bering. Juda ham ko'pchilikka baribir ham qiziq va bunaqa telefonlarga qiziqishadi haligacha odamlar. YouTube'da ham bunaqa kontent juda ham kam ekan, siz ham chiqarmagan ekansiz deyishdi. Bo'ldi dedim. Bugun mana shu narsani to'g'rilaymiz. Bugun videomizda aynan iPhone 11 Pro bilan 12 Pro ni solishtirib 2026-yilda qaysi birini sotib olishga arziydi? Aynan mana shu narsani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Kanalimga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 70% obunachilarimiz obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Bu narsani to'g'rilash kerak va videomizga like bosib ketsanglar bo'ldi. Boshqa sizlardan hech narsa so'ramayman. Va previewlarimizni chiroyli qilib yasab beradigan Timurga alohida rahmat aytib ketamiz. Kanalni shunday ekranlarda chiqardim. Bemalol men nomidan borsanglar, chiroyli qilib arzon narxlarda, chiroyli qilib sifatida yasab beradi. Kanalni shunday ekranlarda chiqarib qo'ydim. Agarda tayyor bo'lgan bo'lsanglar, xudo xohlasa videomizni boshlasak ham bo'ladi. Keling, har doimgidek telefonlarimizning xarakteristikalarini solishtirib olamiz. Displeylarimizdan boshlasak, ikkala telefonlarimizda displeyi ham OLED 60 Hz ni to'liq podдержка qilib beradi. Lekin iPhone 11 Pro telefonimizni displeyi ozgina kichkinaroq, 5.8 dyum. iPhone 12 Pro da bilasizlar 6.1 dyum. Albatta displeyning hajmi tomonlama iPhone 12 Pro da ozgina ustunlik bor. Baribir ham haligacha tushunib yetolmayman iPhone 11 da nimaga displeyni vashata kichkina qilib qo'yishgan. Aynan shuning uchun ham qo'rqmasdan bemalol ayta olaman, baribir ham juda ham ko'pchilik iPhone 11 Pro ni ishlatishni ozgina xohlamaydi. To'g'ri, bu narsa ba'zi bir insonlarga mos kelishi mumkin, lekin baribir ham Pro seriyalarda 6.1 displey turishiga ko'zimiz o'rganib qolgan. Qancha sifat va kuchlilik tomonlama ikkalasi ham bir xil natijani beradi. Protsessorlarimizga keladigan bo'lsak, iPhone 11 Pro telefonimizda Ionic Bionic chipi joylashtirilgan. A12 Pro da yangi baribir ham avlod, yangilangan kuchliroq Ion 4 Bionic chipi joylashtirilgan. To'g'ri, testover rejimda tekshiradigan bo'lsanglar, Ion 4 Bionic chipi yaxshiroq natijalarni ko'rsatadi. Lekin aynan amalda PUBG Mobile yoki shunga o'xshash shooter o'yinlarda ikkalasi ham bir xil ishlab beradi. Bu reallikda. Yo'q, bu gapim bilan yomonlamoqchi emasman. Men shunchaki sizlarga aytib qo'ymoqchiman, agarda protsessor yaxshiroq deb oladigan bo'lsanglar, praktik shtob ikkalasida ham umuman farq sezmaysizlar. Aynan PUBG Mobile yoki shunga o'xshash o'yinlarda. Lekin sizlarga aynan testover rejimda muhim bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bir laboratoriyalarda test qilib o'tiradigan bo'lsanglar, 12 Pro da protsessori yaxshiroq natijalarni ko'rsatadi. Lekin bunaqa qilib hech kim ishlatmaydi, shuning uchun ham aynan amalda ikkala telefonimiz ham protsessoriga teng baho beradi. Kameramizga keladigan bo'lsak, bu borada umuman sporlashib o'tirmayman. Haqiqatan ham 12 Pro da anchagina yaxshiroq natijalar bor. To'g'ri, ikkala telefonimizda ham 12 megapikseldan kameralar, lekin baribir ham 12 Pro da yaxshiroq render qilib berganligi uchun ham bu borada rasm olishda ham, video olganingizda ham bittada farqini bilib turasizlar. Batareyasiga keladigan bo'lsak, iPhone 11 Pro telefonimizda 3046 mAh, 12 Pro telefonimizda esa 2815 mAh. To'g'ri, ko'rsatkichlar jihatdan 11 Pro da yaxshiroq natijalar, chunki 3046 mAh. Lekin ikkala telefonni ham ishlatib ko'rgan inson sifatida aytaman va ikkalasi ham yaxshi holatda bo'lgan, hech qanaqasiga bittasini yomkisi past yoki baland bo'lmagan va o'shanda ikkala telefonlarimizda ham bir xil natijani ko'rganman. Sababi oddiy o'rtoqlar, chunki iPhone 12 Pro da to'g'ri ko'rsatkichlari ozgina past, lekin batareyani sarflash jihatdan anchagina optimallashtirilgan. Kundalik hayotda ishlatayotganingizda ikkala telefonimizda ham kunning oxirigacha по-любому 2 martadan 3 martagacha zaryadkaga qo'yasizlar. Ikkala telefonimizda ham PUBG Mobile yoki shunga o'xshash o'yin o'ynaydigan bo'lsanglar, o'rtacha 2-2,5 soat davomida bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Ana endi PUBG Mobile'da ishlab berishiga keladigan bo'lsak, ikkala telefonimiz ham PUBG Mobile'da bilasiz 60 FPS ni ochib beradi va ishlash jihatdan ikkalasi bir-biriga umuman qanaqadir ustun jihatdan o'tib ham ketmaydi, pasayib ham ketmaydi. Ikkalasi bir xil ishlab beradi. To'g'risi, bu yerda savolni o'zgartirgan bo'lardim. Qaysi bir telefonimiz yaxshi ishlab beradi emas, qaysi bir telefonimizda bizning o'yinimiz yaxshiroq chiqadi. Bu albatta individual tanlovga bog'liq, lekin lishni o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, menda ko'proq 12 Pro da o'yinim yaxshiroq chiqqan. Sababi kattaligi standartni 6.1 dyum va barmoqlarim anchagina yaxshi moslashgan. Xo'p, TDMda qaysi biri yaxshi? TDMda to'g'risi ikkalasini ham aymaga keladigan bo'lsak, ikkalasini ham ayma anchagina yaxshi. Ikkalasini ham yaxshi nastroyka va yaxshi чувствительность qilsanglar, yaxshi headshotlar va regalarni olishinglar mumkin. Aytgancha o'rtoqlar, agarda sizlarda shu zalyotinglar yoki regalar bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegram kanalimdan yozsanglar, AMK 120 FPS qilib berish xizmati, optimizatsiya, shunga o'xshash xizmatlarni arzon narxlarda
chiroyli qilib beraman. Telegram kanalimni shunda yana bir marta ekraningizga chiqarib qo'ydim. Xo'sh, klassik rejimda qaysi biri yaxshi? Klassik rejimda ko'proq o'zimga 12 Pro yoqadi. Sababi to'g'ri, baribir ham kichkina, no standartni kattalikda shu 6,1 dyuymda bo'lganligi uchun ham obzorlar yaxshi ko'rinadi. Shuning uchun ham o'zimni bo'li klassikada 12 Proda anchagina yaxshiroq his qilaman. Xo'p, mana o'rtoqlar, to'liq solishtirib oldik. Ana endi asosiy savolimiz 2026-yilda qaysi birini o'zi sotib olish kerak? Xo'p, sizlarga ikkita maslahat beraman. Birinchi, narxlardan boshlasak, sizlarga narxlarni solishtirib bersam, to'liq narxlarni o'rganib chiqqan holatda ayta olamanki, bozorgi holatida hozir imminent moment shtob 11 Pro yaxshi holatlari, yo'nkisi juda zo'r holati 128 liklari $250 dan $270 sotilyapti maksimum. 256 talik va yaxshi yo'nkislarini $300 stabilni topsa bo'lar ekan 11 Prolarni. 12 Prolarni o'rganib chiqqanmanda 128 taliklarni va yaxshi yo'nkisliklarini 320 dan 340 atrofida bemalol topsa bo'lar ekan. Stabilni 256 taliklarni yaxshi yo'nkisliklarini $360-370 gacha chiqib ketgan ekan-ku, da bu qimmatroq, baribir ham eski seriya, lekin nima deysizlar, shunaqa narxga hozir ko'tarilib ketgan. Xo'p, nima maslahat bera olaman? Agarda sizlarda faqatgina PUBG Mobile uchun o'ynayman va budjetim cheklangan desanglar, lutchi 11 Pro ideal variant. Nimaga? To'g'ri, displeyi kichkinaroq ozgina, iPhone X bilan bir xil. Lekin ozgina ishlataversanglar, o'rganib ketasizlar. PUBG Mobile uchun 12 Pro bilan potensiali bir xil. Umuman farq sezmaysizlar o'rtoqlar. Ancha pulinglarni tejaganinglar qoladi. Faqatgina PUBG Mobile uchun bo'lsa agarda. Yo'q, men budjetim cheklanmagan va kundalik hayot uchun ham va o'yinlar uchun ham o'ynayman desanglar, 12 Pro'ni taqda maslahat beraman. Sababi endi 128 talik yoki 256 taligini sotib olish o'zingizga bog'liq. Lekin mana shu narxda bemalol sotib olsanglar, sizlarda 1 yil ustun jihati bo'ladi, 1 yil ko'proq ishlab beradi. Chunki bitta seriya yangi protsessor, yangi kamerada ishlab chiqarilgan. Tan olish kerak, 11 Proda anchagina oldinlab ketgan kamera jihatdan, anchagina tindan qoladi, videolarga ham, rasmlarga ham, protsessori ham yangi baribir ham. To'g'ri, potensiali bir xil PUBG Mobile'da, lekin sizlarda 1 yil ustunlik yil bo'ladi, ko'proq ishlatasizlar va kamerasi ham yaxshiroq, kundalik hayotda ishlatganda yaxshiroq bo'ladi. Batareya tomonlama umuman muammo sezmaysizlar, chunki ikkalasini ham potensiali bir xil. 12 Proda to'g'ri batareya ko'rsatkichlari ozgina pastroq, lekin u yaxshigina optimizatsiya qilingan, batareya sarfini anchagina yaxshi ushlab beradi. 11 Pro bilan bir xil ushlab beradi. Undan muammo bo'lmaydi o'rtoqlar. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomizni oxiriga yetib keldik. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman va o'zimning maqsadimga erishdim. Kanalimga har doimgidek aytaman, bitta obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlardan hech narsa ketmaydi, lekin menga juda katta motivatsiya bo'ladi. Videomizga ham обязательно like bosib ketinglar. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa gaplashib, obzorlar qilib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.